Assalomu alaykum hammaga. Bugungi raskladimiz dushmanlarimizni ko'ziga biz qanday ko'rinamiz? Ya'ni dushmanlarimizni biz haqimizdagi fikrlari, o'ylari, biz haqimizda nima deb o'ylaydi? Shu narsalar haqida bo'ladi. 3 ta variant bo'ladi. Va hozir bu kartalardan o'zingizga yoqqan rasmni tanlaysiz. Ko'nglingizga yaqin yuragingiz jizillagan rasmni tanlaysiz va o'sha variant sizniki bo'ladi. Xo'p. Birinchi variant uchun ikkinchi variant uchun uchinchi variant uchun birinchi variantni tanlagan inson dushmanlarini ko'ziga qanday ko'rinadi? Dushmanlarini bu inson haqidagi fikrlari. Birinchi variantni tanlagan insonni dushmanlarini ko'ziga qanday ko'rinadi va ularning fikrlari. Birinchi variant uchun ikkinchi variantni tanlagan inson dushmanini ko'ziga qanday ko'rinadi va dushmanini ikkinchi variantni tanlagan inson haqidagi fikrlari. Xo'p, uchinchi variantni tanlagan insonni dushmanlarini ko'ziga qanday ko'rinadi va ularni uchinchi variantni tanlagan inson haqidagi fikrlari. Konflikt kartasi tushib ketdi. Uchinchi variantni tanlagan inson haqidagi dushmanini fikrlari va bu inson dushmanlarini ko'ziga qanday inson bo'lib ko'rinadi va fikrlari dushmanlarini. Xo'p, tayyormisiz? Birinchi variant, ikkinchi variant, uchinchi variant. Xo'p, birinchi variantni tanlaganlar uchun kartani ochyapman. Xo'p. Birinchi variantni tanlagan inson dushmanlarini ko'ziga sodda, beg'ubor inson bo'lib ko'rinadi va ularni siz haqingizdagi fikrlari hayotingizni o'zgartirayotganingiz, ya'ni o'sayotganligingizni ko'ryapti, bir pog'onadan ikkinchi pog'onaga o'tayotganligingiz ko'rinyapti yoki siz qaysidir hal qilinishi kerak bo'lgan muammolaringizni hal qilayotganligingiz va cho'rtkesar aytganini qiladigan, so'zini ustidan chiqadigan inson sifatida ko'rinasiz dushmanlaringiz ko'ziga. Hayotingizni o'zgartirayotganingiz
bir qirg'oqdan ikkinchisiga o'tayotganingiz haqida ko'ryapti, fikrlayapti, erishayotgan narsalaringiz haqida va siz ularning ko'ziga sodda, beg'ubor inson bo'lib ko'rinasiz. Xo'p, ikkinchi variantni tanlagan insonlar uchun siz dushmaningizni ko'ziga ayyor, g'irromchi inson bo'lib ko'rinasiz. Va o'yin kulgiga berilgan, xuddi hayotda g'ami yo'q insondek, o'rtoqlari bilan ko'p vaqt o'tkazadigan inson va hayotda qo'ygan maqsadlariga erishadi. Hattoki o'zingizni kuchingizga ishonmasangiz ham, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz past bo'lsa ham, hayotingizda ko'p narsalarga erishishingiz mumkin va erishganligingiz haqida ko'ryapti dushmanlaringiz. Uchinchi variant. Xo'p, uchinchi variant tanlagan inson dushmaningizni ko'ziga agar siz erkak kishi bo'lsangiz, bu variantni tanlagan inson o'ziga tortadigan, insonlarni ko'ngliga yo'l topa oladigan, ayniqsa ayollarni va kelishgan inson sifatida ko'rinasiz dushmaningizni ko'ziga. Agar ayol kishi bo'lsangiz, nabarot, xuddi shu narsalar ayol kishiga nisbatan jozibali, go'zal, o'ziga tortadigan ayol sifatida ko'rinasiz va tinchlik, xotirjamlikda yashayotganingizni ko'ryapti dushmanlaringiz va bu ularga yoqmayapti. Mana bunday to'g'rilab qo'yamiz. Oila kartasi, tinchlik, xotirjamlik ko'ra olmayapti. Mana shunaqa holatda bo'lishingizni xohlaydi. Orada ba'zi bir hamma oilada bo'ladigandek ba'zi bir kelishmovchiliklar, ozgina muammolarni ko'rsa xursand bo'lishadi bunaqa holatda. Lekin baribir tinch, xotirjam yashayotganligingizni ko'proq ko'radi. Juda ham yaxshi kartalar tushdi. Xo'p. Bugungi raskladimiz mana shulardan iborat. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling.